Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin devamı geldik. İnşallah devamlaştırmamız yerimizden. Halqu af'alil ibadet. Bendilerninki kılmışlarını yartış. Bendilerinin hareket af'ali kılmışlarını yartış. Kâlen nâdimu rahimahullah. Tehâlikun li'abdihi ve ma amil. Bu beytin ahiri temeliken muvaffikun limen arada en yasil degandek Halik özünün yani demek o Allah subhanahu wa ta'ala yaratıcıdır, özünün bendisini yaratıcıdır. Ve bendinin ve ma amil o bende kılgan işinin özüm yaratıcı. O Allah yaratıcıdır, özünün bendisini yaratıcıdır. Ve o bendelerinin af'alını mı yaratıcıdır? Halka af'al ibad degen mevzu. Oğa münasiptir. Yani o Allah yaratıcıdır mı? Halikun mubtadası mahsupның habri demekçi de. Allah yaratıcıdır. Özün bendisini yaratıcı ve bendinin barlık iş güçlerin kılan etkenlerinin yaratıcıdır. لما كان التوحيد يقتضي إفراد الله تعالى بالخلق ترتب عليه أنه تعالى خالق للعباد وأعمالهم. Kaçanik biz tevhid degen bu hukum, bu xil itiqad Allah subhanahu wa ta'ala'nı faqatla zade yaratışta, xalqda bir deydiganni taqazza qilib, birlikni talab qildigan bolsa, bunun tartib tabidiki çokum Allah Teala bendilerini ve bendilerinin iş güçlerini mu yaratıcı degen çıkır. Bendilerini bir sertip emellerini ve leyazbillah yimbil halik mi yaratıcı iş yok. Bendilerini yaratıcı o, bendilerinin af'alını yaratıcı o. O Allah demekçiydi. Af'alul ibadi kısmani bendilerinin kılmış hareketleri iki türlü yoludur. Birinci, أفعال اضطرارية وهي التي لا دخل للإنسان فيها وتحدث حسب مشيئة الله تعالى وقدرته سواء شعر الناس بها أم لا فالعقول ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو غباء وغيرها كالحياة والموت وسعة الرزق وضيقه كل ذلك لا يد للإنسان فيه فالقدر هو الذي يوجد ذلك كله وليس هذا محل مؤاخذة ولا محاسبة وليست موضوعا للثواب والعقاب والإيمان بهذا النوع من القدر واجب قال الله تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Demek bendilerinin kılmış hareketleri, afali, iki türlü olan bulup, birincisi de zorluktan kıp kalan kılıklar. İnsanın hiç kandak onun çoğu başta açış hakkı olmaydıgan. Onun insanın çoğu o kılmışları da, piha afal qaytı da insanın o kılmışları da hiç kandak daxildat sonmaydıgan, hiç kandak daxilmaya da tesir bilgemende. Onun hiç kandak tesir olmaydıgan mecburi kılıklar. Peyda olur da ve tahdusu aş afal ıstırariye Allah subhanahu teala'nın meşhalişi karta yüz birdi bu. Allah'ın kudretten yüz bir karşıla bu. Meyli insan onu kıysın kımısın. Onu tuyusun, onu iskiysun, bilsin bilenmisin. Onu zade Allah'ın ki nimislen, halişlen, Allah'ın kudretilen peyda olduğun bu kılmışlar. Mesela akılla dedik. Ve o akıldaki amanet kuyulgan. Akıl ise bir benim bu olsa bir cevher. Bu bir kapçıktak bir nesil değil. Muşun içinde amanet kuyulgan neslin kançıkligi. Onun içinde bu akıl boş mu? Ya ki şeyden kaldı mı?
yoki normal holda undan buning arlig'idimi? Aql va u aqlda omonat qo'yilgan narsaning miqdori, hushyorlikdan, do'tlikdan va undan boshqalardan iborat bu narsaning o'zi. Masalan, bunun hech qanday insonning daxldorchiligi yo'q. İnsan bunun da mecbur, bunun bu nimede, bu xil afallarda, bu xil qilmishlarda. Öz xalagan boyunca özü onu terakki kıldırıp, aqlni yo'g'antib, alayid aqlli qilib kelgan yoki uni aksub qiladigan bunga o'xshash insonning hech qanday nimasi bo'lmaydi, taqdorchilik bo'lmaydi. Bu afal istiroriya deydi. Hushyorlik, galvonlikdan iborat va uningdan boshqa o'xshash masalan hayot, maut, rizqining nihoyatda keng kushad bo'lishi, rizqining tor bo'lishidan iborat. Mushuning hammasi yo'q qo'l inson uchun uningdacha qo'l yo'q. La yadal insani bi. Uning uchun inson uchun uningda inson uchun hech qanday qo'l yo'q. Insonning hech qanday ta'siri yo'q buningda. Ashuning o'zining hammasini ilahi kaderle bekliyor. İlahi kaderle icat kılınız. Bu bir adamın nimisi ve bunun hesap nisap eliş bunun ki örnemez bu. Hem bu sevap ikabdan mevzusu emez. Bu kaderden ibaret bu türlü iman keltiriş vacip. Kandak ki ayet-i kerim degendek kul le yusibena illa ma kataballahu lana. Bizga hech qanday bir narsa yetmaydi. O degan Muhammad alayhissalatu vassalam hargizim yetmaydi. Bizga yetmaydi. Lekin Allah bizga mo'ljallab qadar qilib bekitayotgan. İlla ma kataballohu lana, illa ma qadarallohu lana demekda asosan. Allah bizga qadar qilib yozayotgan narsani o'ziydi. Ondan boshqa qancha kesimi biz keyindan qo'g'lab barsaqmi, Allah onu bizga yetishga, tegishga qadar qilmagan bo'lsa tegmaydi. Eğer Allah aşını yetiş, aşını tegiş, aşını mutluluğa buluşunu takdir kılgan bolsa, öyneçi kırvası mı? O baribir yedi o. Kaderge muşşu demekçiydi. Bu kaderdi muğan bu tür iman keltirişmeydi vacip. İkinci bendilerinin afali, afal ihtiyariye. Afalun ihtiyariyatun. كالسير والكلام وسائر الطاعات والمعاصي فالإنسان يشعر عند أدائها بيقظة عقله وحرية ميوله وتلك هي مجال المسؤولية والجزاء ثوابا وعقابا وهذه الأفعال الاختيارية محل خلاف بين أهل السنة وغيرهم نعرضه فيما يلي أو نعرضه فيما يلي ihtiyari hareketler. İnsanların ihtiyari pilleri. Mesela meş duruş, gep söz ve başka taat, ibadetle okşaş ve yazbile nurgun günah, masiyetle okşaş. Mesela bunun bizi ihtiyari afallah. İnsan onu kılan çağdıca özünün aklı uşulan ve özünün şunga maillik erkinligilen, aşının tabiitinin taatışılan, özünün erkin aşınca biraz mail oluşulan, qanday qiladi o ashuni qilgan chog'da his qiladi inson. Ashuni o'zi mana mas'uliyatdan voz kechish shu. Uni demak Alloh subhanahu va taolo qudrat berdi, idrok berdi. Ashuni masalan qassa qachalaydi, o'zini tortalaydi. Lekin shuna turib unga qadam qo'ydi. Unga albatta uning mas'uliyatini, vabolini, uning javobgarligini tortish kerak dedi. Uning jazosini tortish majoli bu. Mayli savobga loyiq bo'lmasa savob berilgan, jazoga loyiq ish qilgan bo'lsa jazoga tortiladigan bu bir mas'uliyatning majoli bu dedi. Bu ixtiyoriy bir qilmish, buning o'zi hamda bir ahli sunna bilan va ahli sunna oralig'idagi biroz ixtilofning o'rni. Biz uni tavanda va qisqagina bayon qilib o'tamiz dedi. Birinchi, yara al-jabariyatu أن الإنسان مجبور ليس له إرادة أو قدرة فهو كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء فليس لله شريك في فعله
Bununla ceberiyle, bu kadari, bu degендek, bu şu akideye ait olan bir firqalarning birisi. Ahli sünnet vel cemaatning ki, mesela karşı sap tutgan, murciye, kadariye, ceberiye, mu'tezile, ahli sünnet vel cemaat, bu degендek, bu ahli sünnet vel cemaatning karşı sap tutgan bir cemaat, bir firqalarning birisi. Bular qanday qaraydi desa, bu inson degan majbur. O insonniki ixtiyorida bo'lmaydi har qanday ish. Har ishni qilgan bo'lsa, Allohning qadari bilan, Allohning o'rinlashtirishi bilan qiladi. Hargiz inson o'zi qilib qolgani yo'q. Ana demakchi, buni inson qilgan aytgandan hisob bermaydi, yomon qilmishlar demakchi-da bu. Shu yerga gapirdi bu. Demak, bu inson uchun hech qanday iroda va qudrat degan gap yo'q. Bu inson degan nima desa, u bir yilqi havoga es qo'ygan to'qninki tukiga o'xshash. O to'qning tukunichi shamol xohlagan tarafga unaqa harakatlantirib uchirtganga o'xshash. Bu bir eshiqliq, bir to'qning piyi, to'qning tukiga o'xshash bir narsa inson deganni. Shamol qaysi yo'nalishdan chiqqan bo'lsa, shunga shamolga moslashga majbur bo'lgandek, insonmi majbur bu ishlarni qilishda o'zining ixtiyorligi yo'q. Deydi ekanda, demak Alloh taolo uchun "Falaysa lillahi sharikun fi falak." Yo'q, Alloh taolo uchun Allohning piyali yo'q qilmishida bir qanday sharik yo'q. Ee, Demak, bunga inson o'z qilmidi degan chiqdi-da. O o'z qilgan bo'lib qolib qolsa, Allohga yana bir nima bo'lib qoladi. Valazbillah, sharik bo'lib qoladi. Demakchi gapida. Ikkinchi Mu'tazila ko'z qarashi. Mu'tazila biz uni yuqorida ketgandik. Mu'tazilaniki bosh peshvosi Bayraktarı Vasıl ibn Ata degan kishi bu. Madina Munavvarda Hijriya 84-yil tug'ilgan kishi bu. Mu'tazila degan kelima ya'taziludan chiqqan ism fa'il. Bu ayrıldı degan ma'noda. Buning ayrıldı degan Mu'tazila deb atalishning sababi bu Hasan al-Basri'ninki ustozi. Shu nimaninki Ahl-Sunnah val Jamoatniki asos peshvolaridan bo'lgan Hasan al-Basri. Bu Mu'tazilaning shu Vasılbata'nın ustozi. Bu yerda ba'zi bir aqoidga aloqador masalalar to'g'rilanganda Hasan al-Basrining o'ziga musulmonlarninki peshvosi. Masalan, bir odam bir gunoh, cho'ng bir gunoh kabir gunoh irtikab qilib qolsa, gunoh kabir irtikab qilib qolgan odamninki oxiri vaboli jazosi nim bo'ladi? Nimde hüküm kılındı? Mümin mu ya kafir demdok? O da üzükmü, cennette mu degende. Ustaz Hasan Basri cevap veriştin. Durullam bu vasıl nata cevap verip bu küfürüm değilmeydi ve mümin değilmeydi. Demek dövzak kim kirmeydi, cennet kim kirmeydi. Belki bu küfürlen müminin otursu da yani beynel menzileteyn. İşki joyining o'ttirsigan bir joyda. Ya'ni do'zax ham kirmaydi, jannat ham kirmaydi demoqchida, shu ishning o'ttirsida deb. Deb shuna javob berib bu ilmiy halqidan ayrilib shu ilmiy so'rinninki bo'lunga bo'ridak bir binasini tatib aşağını ilmiy halq qilib mustaqil aşağıda o'ziniki shu o'ziga mos odamlar bilan qo'llovchilar bilan o'zining fikrlarini rivojlantirib ta shuningdan e'tiboran ta kunimizga qadar bu firqa mana qad ko'tarib davom kelyapti. Ammo asrcha qolmagan bo'lsa-mu, günümüzde biraz bu toplaskan bolsunmu, bunun aynı vakitteki bazı bir mesela Hindi ve başka Paris'i bu bazı felsefecilerden dinlenki düşmanları aldı da bulaylık dinimizin cık dipa kıgan mındak bir hakla kısmen cihetlerde biraz fark tapavat boğan bolsun Ahl-Sünnet vel Cemaat'ler Mu'tezile aralıkta. Bunun bunda kısmen icabiyetler boğan bolsunmu, özünün salbiyetleri mi var? Bu kişi şu Mu'tezile cemaatindeki en bayraktarı, en mesulü lider şu Vasıl Natarin kişi. Buna Mu'tezile deb atılışı şu. Ayrılvakçı.
Bu ismni mujtama uchun ism qo'yilgan. Bu mu'tazila shuna qaraydiki, va mu'tazilatu annal abda huvallazi yujidu af'alahu al-ikhtiyariyata biqudratin أودعها الله فيه وعليها يترتب تكليفه وينتفي الظلم عن الله تعالى. Bu mu'tazilədəki çoxum bəndənin özün erkin hareketlerini, qılmışlarınca yüz yartalaydı. Yüz qılıdı deyəndə Allah yanında amanet qoyğan kuşulan, Allah onun akıl parasat, put qol ve bazı göz kulak ve burundan ibaret maddi, hissi, zahiri ve manevi sezgu azalını Allah subhanahu teala bunu bir kudretli amanet koydu onun vücudu da. Muş Allah amanet koygan, muş kuşların insan özünün kılmışını yüz yartalaydı. Deyirken de. Bunun kartta muşu kuş kartta ve aleyha degan Allah amanet koygan kuş kartta ve insanın ki nemse teklifi tapıdı. Ve Allah Teala'dan ço zulüm nepe kılınıdı. Eğer onda olmay o işlerin özüne Allah'ın takdiriyle bukan bolsa, bazı jazaga layık şu bukan bolsa, onu Allah Teala jaza berse, yani onu yüz takdir yüze cazalaganda kolamdı. O vakit Allah zulüm zalim degan bukanmamdı demekçe bula. Ve bu zulümni Allah'dan nepe kılıdı. Şuna bir yerde bende yüzün ihtiyari hareketlerini yüzü icat kılıdı, yüz peyda kılıdı. Bunda da. وقد حاول أهل السنة أن يقفوا موقفا وسطا بين الفريقين تنزيها لله تعالى عن الظلم الذي يلزم الجبرية ومن شبهة الشرك التي تلزم المعتزلة فقالوا إن لأفعال العباد الاختيارية جهتين. أهل السنة والجماعة olsa, şimdi أهل السنة والجماعة bir bu iki firqa arasida Mu'tazila bilan Jabariylar bu iki firqa arasida o'ttirhal bir nimani shuna bir yo'l tutdi. Shunda bir pozitsiyada, shuna bir ko'z qarashdi bo'ldi. Nima uchun deganda Alloh subhanahu va taoloni Jabariya nimqandak Jabariyaga lozim kelgan o'xshash, Jabariya uningga qaraganda bir zulmdan tanzih qildiqjakni, pak deb e'tiqod qildiqjakdan Allah Taolani bir zulmdanki ilzom lozim keladi bu zulm nimada Jabariya firqasiga lozim keladi deganlar so'zaydi. Masalan, Jabariya firqasida Allah unda qilib qolsa Jabariya firqasiniki bu ko'z qarash bularniki nimasi bo'yicha aytganda hujjat shuda. Shunga bu Jabariya firqasi deydi bu inson hech qanday bunda erkin o'z harakati yo'q. Bu inson hech qanday nima harakat yo'q. Xuddi bir piy o'xshash to'qninki uchalqin piydek shamol eg'izdiki xohlaganda o'ngga xohlaganda so'lga havaniki shamolniki uchishga moslashga majbur. İnsanda hech qanday nima yo'q, erkinlik yo'q, inson majbur degan. O vaqtda agar unda qilmaganda Alloh taolo zulm bo'lib qolmamdi, zolim bo'lib qolmamdi degan. Unda qilib qolsa zulm degan gap lozim kelib qoladi degan. Buningdan uzoq bo'lganlikni jahtidan, buningdan pok bo'lganlikni jahtidan bak bulag'mu yaqin kelmadi. Ve şirk şübhesinki mu'tazil lazım kıldı bu. Lazımsız bu şirk şübhesi şu. Mu'tazillerge lazım kılgan bu şübheydim mu Allah subhanahu teala'nı pak dep qarğanlıqdan cehdeden bu pırkının uzdummu bek yılki yakılışıp etmedi. O pırkıla olan bu pırkının arlıqda Mu'tazila olan Ceberiye pırkısının arlıqdarak yolagan boldu deydi. Qandaq bu shirk shubhasi desa, bular de
Bu mo'jizalarni degan masalan banda qilmishlarni o'ziniki nimasidan Alloh uningda omonat qilgan kuchlan ixtiyoriy holatda o'zi paydo qiladi degan. Ular dediki bu Ahl-i vel cemaale çokum dahogaç bendilerninki ihtiyari kılmışlar için iki taraf boğan boludu da bunda bir talih verdi. Nemdi de birinci cihatut halqiha ve icadiha ve hazihi lillahi la yuşarikuhu fiha ahadun. Birinci o nimene o af'alne o bendilerinin o ihtiyari o bendilerinin af'alını ço yartış taraf ve onu icat kılış taraf. Qayerdeki halq ve icatla bo'lgan bo'lsa, qayerdeki halq ve icatla bo'lgan bo'lsa, bu Allah için. Bunun hiç qanday bir kuch, onun ortaklaşamaydı Allah Teala alaydı. Halq ve icat ibaret bu tarafga hech qanday bir kuchcho Allohga ortaklaşamaydı. İkinci ve cihatu kasbiha ve o af'alni, o bendilerinin af'alni çok kasb bo'lgan tarafı. Ve azil ibad, abdi. Bu bir bend için. حتى يصح تكليفه ومجازاته فلا يكون هناك ظلم ينسب لله تعالى. İkinci onu kesp terpi. Bu olsa ben için. Mesela bir nevi ihtiyarlık boğaç. Onu hem teklif durusulu da. Eğer mecbur kapkası o kadar teklif egil oldu. Hem işini yüz kılalaydıgan bu kapkası hem u ham uningda ham taklif durust bo'lmagan bo'ladi. Hatto durust u bandlarni shu bandani taklif berish ahkam shariyaga va u qilgan yaxshilik qarta yaxshilik mukofot yomon qarta jahannamning o't azobi bilan bostirish jazodan iborat. Bu jazo berish agar unda qilmaganda qandoq durust bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bu o'ziniki normal mashg'ulot terpi kasbi. Bu o'ziniki harakat, bu normal mashg'ulot terpi. Bu band uchun. Bu yerda Allohga nisbat berilgan zulmning gap bo'lmaydi dedi Ahl-i vel Cemaat. Bu ikki farqni o'tir yo'l tutgan bo'lib, buni ikkiga ayirdi. Jihatu xalq val ijod va jihatul kasb. Al-maqsudu bil kasb inda ahli sunnah. Hem de bu kesple bo'lgan ahl sunna vel jamoa ko'z qarashi kesb bo'lgan maqsad nimasi? Inna ijad al fi'li yamurru bi iddati marahila. Cho'qim bir ishning o'zini bir paydo qilish. Bu bir qancha bosqichdan o'tadi. Birinchi al iradatu allati turajjihu vujudahu ala adamihi. Birinchi bunga bir iroda bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo cho'qim shunga bir mash bo'ladi degandek iroda ham bo'lishi kerak. Ki canlandırdı, kuşlandırdı irade aş pilinin vücut çıkışını. O pilinin çoğu vücut çıkmazlığının üstüde onun vücut çıkışını biraz yanda biraz eğrileştirdi. Biraz onu için tercih kıldı, kuşlandırdı. Ona vücut çıkışı demek de. Birinci irade. İrade degen o pilinin vücudunu, o pilinin ademi için biraz canlandırıp kuşlandırdı. İkinci, o fe'lga aloqadorgan qudrat. Qudratning o'zi. Birinchisi masalan Alloh subhanahu va taolo avvalida iroda. Oqidan iroda masalan bir ishni iroda qilish maqsad qilgan bo'ladi, qudrat uni tanfiz qiladi. Xuddi irodaning o'zi nima desa bir manda kichiklashtirib aytganda, buni tashbih qilib bo'lmaydi ammo bir davlatning bir ishga desak, bir davlatning cho'ng bir rahbar, bir davlat raisi degandek bir ishlarni masalan tashqi vaziyat bu cho'ng ishlarda uni masalan imzo chekadigan, uni ishni ma'qul ko'radigan, qiladigan, yoqmaydigan bo'lgan. Bu ishlarni bir iroda qildi. Buni iroda desak, qudra. Qudra masalan uning tanfiz kuchlar. Uning tavaqqatlaridagi kuchlar uni qo'ldan bu bajargan.
Demek o kudret irade karşılık. Ona yukur sulta. Ona mesela ona imza çekip makul kemmese tebenki o kuvveti tempizce onu kılamaydı. Demek kudretindeki tempiz buluşu evvel irade muhtaç. İrade bo'lgandan keyin anandikin qudrat uchunchu yo'l ochiladi mumkinatga aloqador bo'lgan narsalarda u bandalarniki af'oliga aloqador bo'lgan narsalarchu qudrat ankin unaga tadaxul qila oladi anandan keyin o'ziniki qilmoqchi bo'lgan aytmoqchi bo'lgan plan proj harakatlarinchu uni yurgiza oladi demak qudrat irodaga mavquf iroda bo'lgandan keyin oqidan qudrat nima bo'ladi uni fe'len onu yürgüzdüğün narsa. Demek bu irade, kudret hemsini bu insanın nimsiden makdurdun hariç. El fi'lu nefsu. O fi'linin hem üze. Kanda bir fi'l olsa o fi'lninki üze. Demek bir fi'linin vücut çıkışı mışınlaşış tüt basqışla bilen tüt bas merhalini ötüdü değil. Tütünce el muqarenetu beynel fi'l vel kudret. Fi'len kudret arski seliştirme değil, mukarene. Feyara el-aşairetu ennel kesbe huve taalluku kudretil abdil hadiseti bil fi'lil mekturi ve mukarenetihi lehu. فهو المرحلة الرابعة. Aşairler de kesb yani nimaz kesb yani o bir bendininki bir hadis olan kudreti. Bir pelga ki onuğa maqdur olgan, onun qıla alaydigan, kuchaydigan bir ishqa, bir pelga olgan bendening bir hal so'gan qudratdi. Va o qudratning cho ash pelga olgan yaqin bo'lishi. Buning o'zi nima desa pel va qudrat orasidagi yaqinlashish, selishtirma, muqarana deydi. Bunun o'zi 4-chi bosqich shu. أما المراحل الثلاثة السابقة فليس للعبد فيها دخل أما يقارق إرادة قدرة فعل degan bu yuqorqi uchishi hech qanday bandaning uninga ta'siri daxldashiga bo'lmaydi deydi chuqur bu bo'lsa Allohning xilqitidan innama huwa min xalqillah ويرى المعتزلة أن الكسب هو الإرادة الحادثة أي العزم والتصميم وهو من فعل العبد وعليه يترتب التكليف والمجازات ولا يقولون بالمقارنة المرحلة الرابعة معتزلة ولديك حقيقة كسبيا ونمات كسبيا إراديك هذا سوغن إرادة يعني بر قطينيت كلش ونجا والتصميم ونجا الله هلاش وبدينك o'z bendining harakatidan o. Bunun qarta o bendiga taklif berildi, qilam qilmang, etmang degandek avamir navahilarla cho takliflar topadi va jazo yaxshi yomon jazo berish ham topadi. Bu ish bendining qilmishdi boshqa. Va qoyil olmaydi ular. Vala yaqulun demaydi. Qoyil olmaydi ular. Bu muqaranat degan al muqaranat baynal fi'l val qudrat degan bu 4-chi marhalaga bundan qoyil olmaydi. Nazım dedi neme deb kalen nadimu rahimahullah ne kaldı bu ve indena kalen nadimu وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فالتعريفا فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا فإن يصبن فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل nazım deydi o ve indana l'abdi kesbun kuliba biz abdi bizlerde yine bizden karşımızda ehl-i sünnet vel cemaat'ın karşıda mesela bend için bendi için tek birligen bir kesb var yani kıl degan
qil qilma deganda bu kasb uchun banda uchun bir kasb bor. Alloh subhanahu va taolo qilaligidek, anglaligidek, ko'rmoqchi bo'lmas ko'raligidek, tutmoqchi bo'lmas tutaligidek imkoniyat berdi bunga. Banda uchun taklif berilgan bir kasb bor. O bende o kasb bo'lgan bilan o alet, o xil asbob pul qo'ygan bilan o haqiqiy ta'sir qiluvchi emas o. O ne adam ziraat teriydi masalan, o ziraat unmay qolib qoladi. Buni tunib qo'yishingiz kerak deydi. Valam yakun muassira. O kasb ta'sir ko'rsatuvchi emas o. Buni netinchisiga. Buni tunib qo'ying. O bende mecbur emas, jabariyli degandek. Va ixtiyoriy emas. Mu'tazila degandek. وَلَيْسَ كُلًّا يَفْعَلُ اِخْتِيَارًا. Ve o bendeço hemmisini ihtiyari öz erkinlik boyunca kılalayacak emez. Allah eğer savab verse bizge, o Allah'ın savabı, Allah'ın halis öz fazlilen boğan boludu. Halis fazlilen. O insanın o emelle, erkitim o bizden iştaha kılan, arzu olgan cennetke kirenmeydiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis kelgendek. O biz savab beriş Allah'ın mukafati, Allah'ın fazlının hesabıyla buludu. Eğer bizni azap kılmasa Allah Teala o halis adlen azap kan buludu. O halis adlen boğanlıkın zaten o resmi o kılan gapta onu tanıcık degandek o milli aynak ötküzmeydiğin gap adil boğanlıkın. Sizden kığınız mağuken mında yaxşılarını qıpsız, mında yama işlerini qıpsız. Bunun qaraganda yaxşılığınızın, yamanlığınız ya sal eşip ketipti. Bunun qaraganda cennet kiring degan o'xshash. Eğer bir milli yamanlığı yaxşılıqni şundaq qilib ketsa, onu azaplaydigan. Çünkü adil degan sip bilan bo'lgan bo'lsa, qaysi taraf egri kelgan bo'lsa, eshib ketgan bo'lsa, adildan bo'lsa, shu taraf hukm qilish bu adolatning talabida. Şuna halisa, nim qiladi Allah subhanahu wa ta'ala, eğer azaplıgan bo'lsa, o'zi xolis adlan azapgan bo'ladi. Eğer adil olmay qolib qolsa, masalan, o insonning savob yaxshilari mı barkan, ondan yomon ishlari salja qaraq qo'ygan turg'uliq, ya'ni uni o'ng'i bu hukm qilib qo'ysa, masalan, yaxshi unga savobga, unga mukofotga hukm qilib qo'ysa, adil bo'lmagan bo'ladi-da. Adil degan zodi shu tana chekkandek parallel holda mandaq hukm qilish. Buni o'zi adl bo'ldi. Agar Alloh subhanahu va taolo adillan hukm azob qilgan bo'lsa, u o'zining adl degan sifat bilan azob qilgan bo'ladi. Agar bizga savob bergan bo'lsa, o'zining xolis fazlidan savob bergan bo'ladi. Ozgina bir ishlar qilib qolgan bo'lsak, yaxshilikdan shu ishni Allohga arzib yarab qilgan bo'lsa, jeq biz uqmay bilib bilmay qilib qolgan nuqson o bu ishlarimizni qilib o'zining fazli degan sifat bilan özünün pazından halis pazlan boğulun. Savab bergan bo'ldi agar savab bersa. واستدل أهل السنة على ما ذهبوا إليه بالعقل والنقل. أهل السنة والجماعة özünün bu bağın göz karşılışı akli ve nakli delillerle delil talep kıldı. Nakli delil qaysi ayet hadis kelgan nakli delili Allah subhanahu wa ta'ala'nın tevenki ayet-i kerim şu. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah sizlarni yarattı ve sizlarning barliq ish harakatlaringizni, sizlar qilgan ishlarning hammani yaratdi. Bu demek bende ve bendeninki af'alini yaratuvchi Allah degan chiqdi manadan. Va dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb innalloha ta'ala sani'un kulla sani'in ve san'atahu. Allah subhanahu wa ta'ala yarattı. Çokum Allah subhanahu wa ta'ala yaratquchidir her bir qilg'uchini, her bir sani'ni, her bir hunarmand, her qanday bir san'at, bir narsa yasovchini yaratdi. Demek Allah Teala onu mu yarattı, sani'ni mi yarattı? İcatçını, icatkarını yarattı. İcatkarını yaratquchi. Ve san'atahu ve o'zining san'ati, o'zining hunarini bil yaratdi, o'zining qilgan harakatini bil yaratdi.
Hergiz o nimene saniyeni Allah Teala yaratkan bulup, onun saniyetini, yüzün o hünerini, o hünerini yaratkan emez. O qarmakka onun ançımı təsir qımda bir qol tegip o buqqu bilen mahiyette o Allah'a ait. Allah yarattı onu ama onunki o qılgan pişiqlap işlep çıkan hüner mahsulatını mı ço onu mu Allah yarattı deydi. İnnallah Teala sani'un kulle sani'in ve san'atahu meydu vav mef'ulun ma'ah kemmana diyor burada bizim ortologiyada okulgandaki. الدليل العقلي يعني هو عقلي دليل أهل السنة والجماعة. الدليل الأول أن فعل العبد ممكن في نفسه وكل ممكن فهو مقدور لله تعالى ولا شيء مما هو مقدور لله تعالى واقع بقدرة العبد. عقلي دليل كتاب وسنة أمس aqlen bo'lgan dalil nima desam birinchi dalil haqiqatan bir bandaning bir fe'li o bandaning o'zida mumkin bo'lgan fe'l alloh subhanahu taolo hargiz mumkin bo'lmagan yak taklif bermaydi la yukallifullohu nafsan illa wus'aha yani oyat karimning ro'yi bilan alloh u bandicho qilmoqchi bo'lsa qilolmaydigan aytmoqchi bo'lsa aytolmaydigan demoqchi bo'lsa deyolmaydigan mandaq muhal narsa taklif bermaydi hammasi o'zining toqat doirasining ichidagi o'zining qudrat energiyasining ichidagi narsa taklif berdi alloh subhana taolo bandalarni demak bu bandaning fe'li va bandaning o'zi mumkin har qanday mumkin bo'lgan narsa u maqdur alloh subhana taolo uchinchi maqdurdir. O mölçerlengen Allah Teala için. Allah kadir. Demek o bendeninki o vücududaki hişin kuşla Allah amanet koyan kuş makdur yine Allah'a. Allah emanet koyan kuş o makdur. Allah kadir demek. Yok. Makdur olan bir seyidin ço. Yok. Allah Teala için makdur olan. Mölçerlengen. Mandaq bir narsadan yok ki bendenin küçülen yüzbergen bir narsa yok. Bendenin kudretilen yüzbergen bir şey yok. Talama o şey makdur olan bolsa Allah Teala'ga o demek bu bendenin kudretilen yüzbergen, yasılıp çıkan, pişirilip oturgu çıkan manda bir narsa yok deydi. Hemmisi nime Allah subhanahu teala her kandak saniyini ve o saniyenin mesnunu mu Allah yaratkan demekçi deydi. الدليل الثاني لو كان العبد موجبا لأفعاله بالاختيار والاستقلال لوجب أن يعلم تفاصيلها لكنه لا يعلم تفاصيل أفعاله فلا يكون موجدا لها باختياره واستقلاله. İkinci akli delil eğer bir bende özününki iş hareketine ihtiyari ve istiklal öz hocagan halda, öz müstakil erkin halda özünün kılmış hareketini peyda kılalaydıgan, icat kılalaydıgan bolsa bil farz, mesela farz kılsak elbette onun tefsilatını biliş doğru keldi o bende. Onun tefsili iliptin yağ vağışlak. Emmeni biliş doğru keledi. Lekin o bende o yüzden kılmışlarının tepasıları çok bilinmeydi. Onda hoğandayken o kılmışlarını çok o bende o efalini öz ihtiyari ve öz istiklal olan yasıgan bulmaydı onu. Bir küçka alayda perde aksı ki yuşurun ilahdan ibaret bir yuşurun küşünki medetkarlıqlan ve şu yuşurun küşünki aşının vücuduğa amanet koygan alayda aşının nimede organizmida beden işki ve taşkı kuruluşu da onuğa Allah amanet koygan bir küşülen onu icatkan buludu. Yüzden iş küşlerin tapasilini bilmegen o nime o bende kandak mı bu işlerini icat kılalırsın öz yalğız, öz ihtiyari, özün bu kemtük bir akıllen değil. المذاهب في علاقة الأسباب بالمسببات. Hem bir yada sebeplerin çoğu musebbep olan alaks hakkındaki mezhepler. Birinci, men i'taqada ennel esbabel adiyete ken nari.
والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع والعياذ بالله. Bir adam itiqad qilibdi haqiqatan normal sebepler. Odatdagi normal sebep. Masalan, o'tga o'xshash, pichoqqa o'xshash, yeyish ichishga o'xshash. Bu o'zing musabbabatlar ta'sir ko'rsatdi degan bo'lsa, bu odam bil ijmo kofir deydi. Masalan, bir odam bir pichoqni shundoq epdi. Masalan, bir chuqum kesidi. Kesmiş bo'lmaydi, pichoq bo'lishi deb aytiladigan bo'lsa, bu dindan chiqqan bo'ladi. Kesmay qolganlarmi bor. Bundaq o sebep musabbabqa Allah'ның izni bilan ta'sir qiladi. Ammo qayerliklar bu xil sabab bo'lg'ay, u yerning o'zi musabbab maydonga chiqqan bundaq ish yo'q deydi. Masalan, o't desak shundoq. O'tli boyada u yerda musabbabning maydonga chiqishi bu muhol. Ko'p holati bo'lgan bo'lsin, ba'zi vaqtda oqmay qoladi. Adaki mesela İbrahim Aleyhisselam'la aynı vakitte Nemrut bence ot taşıgan çağda ot köydemedi bana. Otun sebepti. Verdik ihrak musabbep o vücut çıkmadı. Sikkin sekmişu şunda mesela İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam oğlunu kurbanlık kılışka Allah Teala'nın imtihanı için bu boynuq boğuz bıçak sürken çağda bıçakını kesmege yerlere bu emilen mağrub bu mesela sebep var bıçak mevcut. Nakbiyat boğuzlayılgan İsmail Aleyhisselam'ın boynumu teyyat yana yetip egenti ama kesmedi. Buna okşaş. Yiyiş içişke okşaş. Bunu uzmuşu. O yiyen ba, işken ba. Bunun uzlarlıkla alayda düşünüp gitip bunundan nurgun mesela onun şu mağdurlan mesela nurgun başkalar kılanmagan bir şan kırıp gidilgan nurgun evlat nesli körüp gidilgan onun mağdurlan. Bunda kişi yok. Niye beden kuruş cihazlık adamı var. Ama işkancık bir mesela onun bir parzent binası bulmaydıgan mesela akanç yap geçiş mesela sebepleri mutavaffir. Onun esbabları çok toluk boğan bolsun mu? Onun musabbabat çıkma vardı. Onun musabbabatları ta'sir ko'rsatdi deb e'tiqod qilgan kishilar harq, ko'ydigan o'xshash, kasgan o'xshash, to'ygan o'xshash va qongan o'xshash. O'z tabiiy o'z zoti bilan bu xil nima bu asbab normal bu asbab musabbabatga ta'sir ko'rsatdi deb bunda qarg'a odam bo'lsa bil ijmo ummatlar bilan bu dindan chiquvchi kofir deydi. ومن اعتقد أنها تؤثر بقوة خلقها الله تعالى فيها كما يقول المعتزلة إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه فهو فاسق مبتدع. İkinci sebeplerinin musabbep olan alakası. Qanday ikinci mezhep dese bir adam itiqad qilibdi. Çoğum bu sebep ta'sir ko'rsa bu sebep musabbab ta'sir ko'rsatdi. Allah subhanahu taala eni aşu bendelerninki nimede ta'sir ko'rsa sebep musabbabga bir kuchlan ki yaratganda u kuchni Allah taala aşu asbabda sebepte Allah subhanahu taala yaratgan kuchlan ta'sir ko'rsatdi. Onu Allah aşkın bergen o kuchni sebepga Anandınkin Allah aşın amanet koyun ay sebep bilen ay kuş bilen anın sebep musebbep kıço ütüdü tesir körsüdü dep. Ana muatizile digendek. Çokum bende özünün nimine özünün nimisini özününki ihtiyari hareketini üzertudu. Allah inada amanet koygan kuşlen üzertudu dep. Yani bu pasık hem mubtedi deydi. Pasık bu pesaka haraca bende de. Pasıktır ve bidat xodur deydi. Hoş.
Üçüncü xil göz qarash. Asbabning musabbabatga aloqasi haqidagi uchinchi xil göz qarash. Va man i'taqada annal muassira huvallohu لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فقد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة. Üçüncü xil bu asbabning musabbabat bo'lgan aloqasi haqidagi ko'z qarash bo'lganlarning uchinchisi nima debdi? Bir odam e'tiqod qilibdi. Haqiqatan ta'sir ko'rsatgich kuch bo'lsa Alloh. Buningga mabdaiyan buni e'tiqod qilibdi. Lekin deb ta'liq qilibdi-da yana. Lekin qildi bu odam, bu buncha e'tiqod qilgan odam sabablar bilan sabablarniki sabab va musabbab oralig'ida bu talozum aqlini bog'lab qo'yibdi. Qayerda sabab bo'lgan bo'lsa, zaten aqlan mush narsa chuqur mavjud bo'lishi lozim. Bunda arlanmaydi. Bu talozum aqli va aqlan zodi mushu e'tiqodan yoki mushu mavjud bo'lish kerak. Chunki buni asboblar mutavaffir bo'lgandan keyin musabbab maydonga chiqishi lozim aqlanda. Garchi bu yilqi fi'lan u voqeda amaliyotga chiqmasa-mu aqlda shuna qilish lozim deb. Ammo uning u musabbabatninki taxalluf bo'lib qolishi, uning maydonga chiqmasligi durust emas u. Sebepler to'liq turgan tursa, nemda bu musabbabat nimaga u maydonga chiqmaydi, chiqmasligi durust emas. Sabab bo'lgan musabbabatlarning o'zimi yuz berish kerak. Debdi, ammo u yilqi voqean emas, fi'lan emas, aqlan. Aqlan va buningda bir talozum borda. Biz bunga e'tiqod qilishimiz kerak degan bo'lsa, u uni bilmaganlik, u jahil qolganlik. Asbab bilan musabbabatning arg'i aloqani bilmagan kishi bu. Mumkin valayazbillah bu xil tushuncha, bu talozum aqli va asbab bilan musabbabat aralığında talozum aqli va degan bu tushuncha valayazbillah kufrga so'rab apirish mumkin. Chunki bu payg'ambarlarning mo'jizalarini inkor qilib qoladi-da ba'zida agar mushnaqlan bo'lgan bo'lsa, chunki o mo'jizatlar yana ba'zi odatning xilofida bo'lg'ashqa. Odatda masalan nurg'un payg'ambarlarning mo'jizalari va dedim o'ylab baxmagan, xiyoli kechib baxmagan bir yerlardan bir mo'jizalar ko'rilib ko'p qoladi. Bu yerda masalan asbob degan gap yo'q. Ammo ahvollar ostida payg'ambarlarning ba'zi mo'jizalarini inkor qiladigan mandaq ahvol ba'zi yuz berib qilish mumkin. Faqat yunkiru, ba'zi yuz inkor qilish mumkin. Chunki u mo'jizatlarning odatning xilofati bo'lg'ashqa. To'rtinchi bu asbob bilan musabbabat oralig'idagi mush aloqani tushunish jarayonidagi mushu bo'lgan mazhablarning to'rtinchi mazhab eng to'g'ri mazhab mushugan bo'lib, nima deyapti bu? Va man i'taqada annal muassira huvalloh va ja'ala baynal asbabi wal musabbabati talazuman adiyan بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله. Bir adam e'tiqod qilib muassir haqiqiy zodi turk o'g'chi motorliq kuch u Alloh. Asas qatlamli kuch Alloh deb e'tiqod qildi. Buni emas yo'q, maşallah. Vaqtda asbab bilan musabbabat oralig'ida nimani oralig'ida arasida bir talozum odiylik qildi, talozum aqli emas. Odatda masalan bu endi bu qasim qilaverdi. Sebep o'qishga sababini qilib boqamiz. Buning natija Allohdan debdi-da. Ammo cho'qim biz buni qildik, buni bug'doyni terdik, biz bu o'misni o'rib, buncha mahsulot olamiz demabdi. Bu natija biz sababni qilib boqdik. Buning mahsulotini natijasini Alloh xohlagan bo'lsa, olishimiz mumkin. Bu ta to'kdik, bunchalik bir jiddiyat qildik. Buning natija musabbabat inshaalloh chiqib qolishi mumkin deb buni talozum aqliyan emas, odatda normalda haqiqatan uningdan ayrilmaydigan darajada emas. Ammo uning taxalluf qilish ayrim bo'lgan mohiyatlan bu bog'labdi. Nimani? Asbobni musabbabatga.
Ama muassir Allah depti yine. Esbab bilen muassir, esbab bilen musabbabat arasındaki talazım adi depti. Talazım adi deganlik ne o'zi? Yine o nima? Yani o musabbabat ninki tahallubi durust demek. Hele degandek o sebep to'liq bo'lsa bu sababot uni tinjamaydag'an manda qilish mumkin. Manda bo'lgan e'tiqod, manda bo'lgan kishi yoki inshaalloh o dunyolikdagi xafalikdan, u kulfatdan qutulib qolg'uchi mo'mindir. Bugungi darsimiz inshaalloh mana shundan kifoyalanamiz. İnşallah kelek dersimizni Allah'ın izni inayet ile okuşqa tayyorlaymiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.